Muhammad Azizaka. Hozir. Muhammad Ali, keldingmi? Kel sira turmay ichkariga kir. Charchamasdim aka. Rahmat. Ha bu bir oydan beri qoringni ham ko'rsatmaysan. Telefon qilsam, telefonlaringga javob bermaysan. Tegishli ish qilib. O'zi aytish juda hijolatli. 3 oy arenda pulni ham bera olmadim. Shunga telefonni ko'tarish noqulay bo'ldi. Xo'p, shuni telefon qilib aytib qo'ysang bo'ladimi? Kunlar ham o'tib ketdi. Ko'chada odamlar yo'q kerak qilay desam. O'zi 3 oy arenda bera olmadim. Bu oy ham bera olmasam kerak. Shunga kalatab keldim aka. Kinolarda, telefonlarda, arendatorlarda yomon deyaversa, meni ham shular qatorida deb o'yladingmi? Ali, ajoyib gururli bo'lasan-da. 2 oylik arendani pulini bermasang ham mayli. Bunaqa issiqda mashinani oynasini tonirovka qilmasang, albatta odam chiqmaydi-da. Men senga hozir bir joyda aytaman. Borib, meni ismimni aytsang, chiroyli qilib mashinangga tonirovkalar tortib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Central avtotuningga xush kelibsiz. Nima xizmat aka? Meni Muhammad Azizakam jo'natuvdi. Mashinamning sonsizlashlik bilan 2 yoniga tonirovka qilishim kerak edi aka. Yaqinda telefon qiluvdi, bitta Spark bor edi deb. Salonni poni himchisiga qilib, aylanasiga sonsizlashlik bilan tonirovka urib berasizlar deyildi. Aka, menga sonsizlashishning o'zi yetadi. Tonirovka ruxsatnomasiga to'g'risi pulim yo'q. Muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Qolaversa, sizni hamma xarajatlaringizni Azizakani o'zi to'lab berdi. Mashinani olib keling, hozir bolalar qarab qo'yishadi. Bir inson haqida xulosa qilishdan oldin uni asliyatini bilish kerak ekan.